Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz patronlari, aziz do'stlar. Mana Dilshod Moto do'konimizga yangi texnikalarimiz kelgan. Hozir hammasini bitta obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Xizmatimizni yoqsa like va podpiskani ayamizlar degan umiddamiz. Qani ketdik. Xo'sh, aziz do'stlar, mana yangi kelgan texnikamiz Scale Max firmasidan semiz balonli keldi. Ko'rishingiz mumkin, balonlar shiroki. Mana cho'tki qilib taxlangan, ranglari ham neobishni, oranjeviy tushgan. Mana chiroyli ko'rinadi, ko'rishingiz mumkin. Mana innomarka qilib taxlagan. Faralarni ham ko'rsatib o'tamiz. Faralar ham cho'tki yonadi, ko'rishingiz mumkin. Oldi baloni 5 ga 12, abishning o'zini baloni. Signal, magnitofon, pult va laboylar katta qo'yilgan. Xo'sh. Akkumulyatori 6 dona 68 amperlik. Mana ko'rishingiz mumkin. 6 dona 68 amperlik. Miya motor Gurzovoy 1800 watt. Qayerdan olsangizlar ham o'zingiz bilasizlar, ehtiyot bo'lasizlar. Hozir xo'sh, Spartini motor muroylar to'lib ketdi, chunki sababi Spartini motor Gurzovoy motordan $50, $60 arzon yuradi. Shuning hisobiga arzon chiqyapti, arzon sotishyapti. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Mana 4 ta amortizator, 4 ta resor. Xo'sh, mana resorlar uzun qo'yilgan, prujina ham qo'yilgan. Xo'sh, Gurzovoy motori bilan Spartini motori farqi, Gurzovoy motor to'rtburchak bo'ladi. Spartini motorlar dumaloq bo'ladi. Ular uzoqqa bormaydi. Keyin materiallari ham qalin qilingan. Xo'sh, shiroki balonni foydali tarafini aytaman. Foydali tarafi любой joyda yurganda chuqurlarni chustut qilmaydi. Bemalol myax yurib o'tib ketadi любой joydan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. 3 xil rangda bor. Hozir bor rangini ko'rsataman. Mana ko'k rangi bor, dark blue rangi bor va qora rangi bor. Shu 3 xil rangda bor. Bemalol kelaverasizlar. Dilshod Moto do'konimizda har doim bor yangi kelgan tovarimiz hozircha shu. Undan oldin kelganlar mana bu baland bordliklar ko'rishingiz mumkin. Buni bord baland qilingan. Uni oldingi obzorlarimni ko'rsatib berib o'tganman. Xo'sh, balonlari 500 ga 12, 3 ta balon ham bir xil. Xo'sh, shiroki balon bilan buni komplektida kaska bor, damkrat bor, balon ключ, zapaska va jilet 5 ta narsasi bor. Bunda ham 3 xil rangi bor, dark blue, ko'k rang va qora rang. 3 xil rangda kelgan. Undan keyingisi bu murabbiyimiz ham aytib ko'rsatib berib o'tganmiz, o'zi 2 dona qilgan. Power firmasidan. Xo'sh, akkumulyatori 58 likdan 6 ta bunda. Bunda ham Miya motor 1800. Xo'sh, Gurzovoy. Bunda komplektida zapaska, kaska, damkrat, balon ключ bor. 4 ta narsasi bor. Bularda 5 ta narsasi bor. Scale Max firmasida. Buni ham motor miyasi Gurzovoy 1800 watt, 6 ta 68 amperlik. Xo'sh, bularning narxi 14 million so'm. Dilshod Moto'ning podpisklarga kelsangizlar kelishtirib beriladi. Scale Max firmasidan 600 kiloliklarimiz ham bor. Xo'sh, borti 1.60 ga, 1.10. Bunda 6 dona 58 amperlik akkumulyator qo'yilgan. Hozir birontasini ochib ko'rsatib beraman. Mana 6 dona 58 amperlik Miya motori 1.5 ming mana. 1.5 ming bunda ham mana 1.5 ming Gurzovoy Miya motor, ya'ni karaniki. Keyin ham bularda bir narsani aytib o'taman. Spartini motor bilan Gurzovoy motorida aniq farqi shu to'rtburchak va dumaloqlikda. Spartini dumaloq bo'ladi, Gurzovoyniki to'rtburchak bo'ladi. Keyin bularda birinchi skorsda avtomatik detskiy rejim bor, ya'ni gazni qo'yib yuborsa yo gaz qo'ldan chiqib ketsa, avtomatik to'xtaydi joyiga. Samotarmajeniya degan, nima edi? Samotarmajeniyami? Tarmajeniya beradi gap qisqasi. Keyin undan tashqari mana labolarimiz yana keldi. Ko'rishingiz mumkin, labolarimiz keldi. Xudo xolasa ertaga yana mini elektromobillarimiz ham kelyapti. Ertaga indinga keladi. Zakaz berganlar bor. Bemalol kelaverasizlar, zakaz berganlar. Labolarimiz mana serobji. Bemalol kelaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Labolarimiz 1 tonnalik. Xo'sh. Bu Power firmasini muroyini narxini aytib, narxlari esimdan chiqib aytish.
Power firmasi 1 tonnalik bu 13 million so'm. 600 kiloliklarimiz 12 million so'm. Dilshod Moto do'konimizga kelaverasizlar. Kelishtirib arzon qilib beriladi. Alabolar 29 million so'm. Bunda 6 akkumulyator 70 amperlik bor. Miya motori ham, buniki ham 1800. Xo'sh. Ko'rsatib o'taman hozir. Mana 70 amperlikdan 6 ta qo'yilgan. Ko'rmaganlar bo'lsa, yana ko'rsatib o'tamiz. 70 amperlikdan 6 ta qo'yilgan. Miya motor 1800. Mana ko'rsatamiz. Motori mana gruzovoy. Keyin yana bitta narsani farqini aytib o'taman o'rtoqlar. Shu narsaga e'tibor beringlar. Hozir ko'pchilik Muraveyda 18 tishlik reduktor qo'yapti. Bizga kelayotgan reduktori 6 tishlik reduktor bo'ladi. Xo'sh, mana 6 tishlik reduktor. 6 tishlik reduktor karalarda bo'ladi. Hozir bitta farqini ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'sh, mana hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu misol qilib sizlarga bitta hozir anaqani ko'rsatyapman, shestronkani. 6 tishlik mana bunaqa bo'ladi, mana. Ko'rishingiz mumkin, mana 6 tishlik, mana ichidagi tishni ko'ryapsizlarmi? Xuddi ana shunaqa bo'ladi. 6 tishlik baquvvat bo'ladi, ya'ni tishlaydi, qo'yib yormaydi. Xo'sh, 18 tishlik mana bunaqa mayda, mana bunaqa tishdan mayda bo'ladi, 18 ta mayin bo'ladi. Ya'ni yukka nagruzka tushganda tashab oladi. 6 tishlik tashamaydi, chunki qalin bu. Sirasi joyiga kirdimi, qo'yib yormaydi. Sportli motorlarga 18 tishlik bo'ladi. Gruzovoy motorlarga 6 tishlik bo'ladi. Bemalol kelasizlar, ana shu farqi shu. 6 tishlik bilan 18 tishlikning farqi shu. Xo'sh. Hammasi narxini aytib o'tdim. Endi ichkariga skuterlarga kiramiz. Skuterlarni ham bitta obzor qilib beraman. Xo'sh, aziz yurtdoshlar, mana bu yangi kelgan skuterlarimiz. Oldin ham obzor qilib berganmiz. Hozir yangi kelgani bor. Xo'sh, mana bu X6 deydi. Xo'sh, akkumulyatori 5 dona 20 amperlik, bitta zaryadka bilan 45-50 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Buning narxi 8 million so'm. Buni ham ikki xili bor. 8 million 200 ligi bor va 8 millionligi bor. Xo'sh, mana bu shu narsani tomligi, ya'ni katta usti yopig'i, bular 9,5 million so'mdan. Bunda ham 6 ta 32 amperlik akkumulyator qo'yilgan, bitta zaryad bilan 50-60 kilometr yurib beradi. Undan tashqari mana bunisi hozir qorong'ida ko'rinmayapti, chunki undan sal kattarog'i, bu 11 million so'm. Bunda ham 6 ta 5 ta 32 amperlik qo'yilgan. Xo'sh, keyin mana bu hozirgi ko'rsatganimni kattaroq varianti. Mana bu narsani bu kattaroq varianti, ya'ni uzunroq, enliroq varianti. Bunda ham 5 dona 32 amperlik akkumulyator qo'yilgan. Buning narxi 9 million so'm. Kelaverasizlar, kelishtirib beriladi. Undan tashqari oldiga mana bunaqa laboycha oyna ham qo'yilgan mana. Buni sanoqli kelgan 4 dona 5 dona qoldi. Yaxshi ketyapti, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lyapti. Undan tashqari motobloklarimiz ham bor. 10 ot kuchi 9,5 million so'mdan 186 porshirlik. Bu ham Skylmaxdan. Mana ko'rishingiz mumkin, motoblok izlab yurganlar bor. Mana bu ham Skylmax firmasi. Hozir Skylmax firmasi yaxshi, zo'r, sifatli texnika bo'lyapti. Buni narxi 9,5 million so'm bilan ham kelishtirib beramiz. 186 10 ot kuchi. Xo'sh. Hammasini anzoq qilib berdim. Xudo xolasa ertaga elektromobil so'raganlar, 4 ballon elektromobil so'raganlar, passajini ertaga kelasizlar. Xudo xolasa ertaga indinga keladi. Telefon qilib kelasizlar. Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Xo'sh, vibrimiz ko'paydi. Yana yangi modelimiz kelyapti, xudo xolasa. Bu ham shu bahor, ya'ni kuz oyiga mo'ljallangan elektromobilimiz kelyapti. U kelgandan keyin bitta obzor qilib beraman, uni ham chiroyli qilib. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiskani ayamanglar. Xo'sh. Uzoqda yurgan musofir yurtdoshlarimizni tan joylari sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Ilohim yurtimizga ishonib kelishlarni nasib aylasin. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.